dostlarım, bizimle kanaldadır. Birgeler bize hazır İstanbul'daki tanılgan utraularga mağlup ki iş utrau var aynen. Hazır birgeler şularla gizip para paytadız. Hakikaten bile biz indi Bospor muhtemelen şu dengizde İstanbul'da uzun şu utraularga tabi yol aldık şu kanalda. Mana bu Prins utraularining uchinchisi. Hamda agar e'tibor etsangiz, yo'llarda, o'ramlarda birgina da mashina yo'q. Faqat bardik elektr velosipedlari, elektr transporti, 3 shakli, 2 shakli, 4 shakli. Chunki bu utraularda mashinalarga yurish tiyilgan. Bardik oshiqish yerdan ham politsiya mashinalariga yuri. Mana shunday ekologik shista, mana yo'l bo'yi tizilgan shunday mototsikllar, alar boshida akkumulyator bilan ishlaydi. Mana teginde shub chiqaruvchi bir mashina yuri bo'lsa kerak. Shaxsiy transportga yuri bu o'trovlarga kirib tiyilgan. Mana biz endi yezib keldik ayebit. Ana tegi yog'inda Istanbul, bu yog'inda endi shu Prins o'trovlari. Mana Shiratdagi tovushsiz gina xotin-qiz o'tira yerga. Shiratdagi transportlar mana bunda bek ko'p. Shunday o'zinchalikli o'trov. Ma'lum bo'lgancha bu o'trovga onun tarixi qatlovliroq. Men endi buni nasilab turmam. Siz o'zingiz de internetdan bila olasiz, ular durtev. Bunday ish shakli mashinalar, mototsikllar, tritsikllar deb aytganda, hatto abilar da, boboylar da, bolalar da yerilarlarda. Chunki bir o'ng'ayli solim tilisi yo'q. Nomer kerakmi? Davlat tirkovi kerakmi? Ya'ni masalan, ham endi maxsus taniqlikda kerakmi? Ana boboy yeri, hali boyag'ina aniqlarini o'tirtib bir abi rulga o'tirgan edi. Jamoat transportida da naqsh mana shulay. Bunda tag'in ana boboylar her yer qarshimda ko'ram shunday. Mana bu o'ram Shiratdagi so'qoq. Her yer qarshimda shunday ishki shakli kichkina mashinalar, arabalar, turkcha aytganda. Mana bunda tizilib ketganlar. Hamısının stansiyasi mashinalarning, bu jamoat transporti kishilarni tashib turgan kichkina avtobuslar. Endi mana menimcha anglashimcha tuzuklantirib yotalar, texnik remont tuzuklantiruv. Yangi elektr avtobuslar, mikroavtobuslar. Mana shunday yerlar. Qarshida shashaklar, aytuvimcha endi ishki shakli mashinalar, elektr mashinalari, velosipedlar, o'ram to'li. Ham kichkina o'tirib bo'lganlarning masjidlarida mana shunday kichkinagina. Bunda zo'r masjidlar jami deb yurtilar. Mana kichkina shunday namoz o'quv o'rinlari masjid deb yurtilar ekan. Mana bunda yozib qo'ygan. Shunday ko'rib chiqaylik, birgalashib. Mana qarab tashlaydi şey. Yok, sağ olun. Taratib yurilar. Kim tili şu şey alallar, hakikaten. Vallahi yerler alallar.
İstanbul'dan iş tanılgan bilgili utraularına seyahatimiz devam eder.